Assalomu alaykum, Shiddat Group kompaniyasini qadrli YouTube kanali a'zolari, hurmatli obunachilarimiz, biz sizdan juda ham xursandmiz. Yangi 2026-yilni boshlab oldik. Bayram arafasida sizga bir nechta tayyorlab qo'ygan yangiliklarimiz mujassam. Shulardan birini birgalikda ko'ramiz. Obunachilarimiz soni kundan kunga oshib bormoqda. Hammaga kattadan katta rahmat deymiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan mijozlarimizga alohida rahmat. Bugun sizlar uchun elektron mashinamizni pachkasini, yangi model 2026-yil modelini taqdimotini boshlaymiz. Telefonni mahkamroq ushlab, qulayroq joylashib olamiz. Sababi sizni bugun lol qoldiradigan yangiliklarimiz bir nechta. Qani ketdik. Elektron Zikr X9'imizni yangi avlodi, to'liq elektr, bitta to'la quvvatda 80-90 km masofani to'liq bosib o'ta oladi. Elektromobilimizni ballonlari naq sakadiska, farasi LED faralar, gabarit yon chiroqlari, yon oynasi, dvorniklari, tepa luki, hattoki yuqori yukxonasi shoxchalari, undan tashqari 4 tala eshikni ochilib yopilishiga alohida bitta baho berasiz. O'zgacha tema. Juda ham yumshoq. Mana yopildi. Juda ham yumshoq, ochilib yopiladi. 5 shumli. Akkumulyatorlar soni naqd 6 ta. Motor hamda kontrolleri 2000 wattli. Monitorlari LED monitor turibdi. Undan tashqari tablo, torpedkasi, yurish tezligi, kilometri, zaryad foizi, skorosti hammasini ko'rsatib boradi. USB magnitofoni, radiosi, bluetooth bor. Deflektorlarni qarang, alohida bitta deflektorlarga baho beramiz. Eshiklari 4 tala eshik ham ochilib yopiladi. O'rindiqlar soni naqd 4 ta. Mana ilgarigi avtomobildan eni, bo'yi, balandligi hamma tomonlama, tashqi ko'rinishda dizaynlar anchagina o'zgargan, razmeri ham anchagina katta. Eshik qulflanishi mana bu yerdan qulflanadi. Ochilish joyi mana bu yerdan juda ham yumshoq, chiroyli ochiladi. Noyob modelcha. Orqa farasini dizayniga alohida bitta baho berasiz. Orqa farasi, mana bu zadniy kamerasi juda ham qulay joyda, mos joyda joylashtirilgan. Orqa ko'rinish qismi yaxlit. Barcha turdagi ranglari mujassam, oq, qora, mokri asfalt, hattoki xonimlar uchun qizil rangi ham bor. Mana bu zaryad qo'yish joyi. Oddiy xonadonda 220 voltda zaryad qo'yiladi. 8 soatda to'ladi. Atiga 2000 so'mlik tok bilan bemalol 80-90 km masofani bosib o'ta oladi. Shiddat Group kompaniyasiga hoziroq obuna bo'ling. Sababi bunaqangi mashinalarni eng arzon narxlarda faqatgina bizdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Tanlovda va manzilda adashmang. Mana bismillah turib olamiz. Gelta shaybali skoros. Mana qarang. Neytralkada turibdi, qizil yonib turibdi. Mana neytralkada mana oldinga harakatlanadi. Degan mana orqaga harakatlanadigan bo'lsa, erga o'tkazamizda tabloni ko'ramiz. Mana erga o'tdi. Zadniy kamerasi yonda, avtomat tarzda yonadi. Gaz hamda tormoz, mana pedallar gaz hamda tormoz. Avtomat skoros bu. Pechkalari ham bor. Qishda maza qilib ketasizlar. Mana. Bir pasta isitib tashlaydi. Yoz oyda mana tepa luk bemalol ochiladi. Tepa luk ochilish bilan birgalikda tepa yuqori qismida ikkita ventilyatori ham bor. Mana ventilyatorlar ishlaydi. Chiroq bu ventilyator bo'ladi. Shamol haydab turadi. Lukdan 4 tala shishasi hammasi tushadi. Mana juda ham zo'r, juda ham qulay. Kafolat muddati naqd 1 yil. Shishalari kalyonni, baquvvat shisha. O'zi ham mustahkam.
yetkazib berish mutlaqo tekin, mahsulot soni cheklangan. Hoziroq pastda raqamlar qoldiramiz. 55 kodi bilan 594 raqamlariga hoziroq murojaat qiling. Sababi eng zo'r, eng sifatli mahsulotlar, noyob mahsulotlar birinchilardan bo'lib bizga hamyonbop narxlarda, keyin boshqalarda. Biz bu mahsulotlarimizni, maxsus mijozlarimizni talab va istaklarini o'rgangan holda tayyorlab kelganmiz. Agar yaqin kunlarda mashina olish istagida bo'lgan yaqinlarimiz bo'lsa, videoni hoziroq jo'natib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Aynan mana shu avtomobil necha pul bo'lsa xarid qilgan bo'lardingiz. Bu avtomobilimiz yangi, o'zgarishlarni oldingisida sanab o'tdik. Tashqi ko'rinishida, razmerlarda, old va orqa tomonlarda, stop fara, yonish farasi, monitorlarda, umuman aytganda tepa shoh qismida aynan 20 ga yaqin yangiliklar kiritilgan. Bu mahsulotimizni narxi doimiy xaridorlarimiz uchun atiga 27 million so'm qilib belgilab qo'ydik. Mana shu mahsulotdan qaysi rangdan kerak bo'ladigan bo'lsa, hoziroq shoshiling, biz bilan bog'laning. Sababi bir nechta xaridorlarimiz buni olishga tayyor shay turishibdi. Bular maxsus zakaz orqali kelgan. Telefon raqamlarimiz 55 kodi bilan 594 raqamlari. Bizning manzilimiz Buxoro viloyati, Buxoro tumanida, Galosiyo shahrida joylashgan Shiddat mini texnikalar do'koni. Undan tashqari Buxoro viloyatini Jondor tumani, Romitan tumani,